taşla. Gör bulun bu nakşimizga, dostlukta çegra yok bu cayda. Yürügümde şunda karma, sizgi versem deymen derman. Sırlaşıp dostluk ilkide, hayat yolunuzda medet olsa. Yılın sırdaşla, uzun armanla, dostluk ilkide, söyündüğüm var. Yılın sırdaşla, uzun armanla, dostluk ilkide, söyündüğüm var. Hey 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 sırdaşla, hey 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 sırdaşla, hey 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 sırdaşla, sevgimizde yığınma. Hey 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 sırdaşla, hey 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 sırdaşla, hey 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 sırdaşla, sevgimizde yığınma. Hey 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 sırdaşla, hey 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 sırdaşla, hey 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 sırdaşla, sevgimizde yığınma. Xayrli qadamlaringizga marhaba do'stlar. Bizni sevg'inganliklaringiz uchun ajoyib ko'tarangulik iligida huzuringizga yetib keldik. Kamina Nijot Valiyoqdan hammangizga salomlar bo'lsin. Salam biz üçün ən qədirlik bolğan, hər zaman bizdən mehrini, muhabbetini aymay kelayotgan barcha azizlar, mən Dilrabo Abdul. En kıymetli vaxtlarını çıkarıp bizden bugünkü bu bezimizge kadem teşrif kılığınlarına merhaba. Kamina Ekber Cürettin hemmanlarga muhabbet salam. Demek bizning riyosetchilarning orasida eng romantik akbar ekanda, muhabbatlik salam berdi. Xo'sh. Bu yoq bilan Mardonqo Naqshchi. Ha. Bu yoqqa Mashrab şirketining Lideri. Ya şirketi, direktori. direktori. Qoldi bu yerda. Adilcan bilan bek ko'nglim yaqin meniki. O Adilcan şu san'at maktabiga kelgandan boshlabla bir mehr illiq bir balacha bu. Kulibni turdigan. Abdulla akamga bo'lgan o'zining ixlosi bilan bizning oilamizga singibli ketdi bilan. Inimizdek ko'rildi-ku, inimizdek shundoq daftarimni varaqlab kimni apasam bo'ladi deb qarsam, shu umaq inimning simmasi ko'z oldimda. Demak, haqiqiy qo'llug'uchi, haqiqiy sizlarningki bir yininglarda radiodagi inshaalloh. Programmasining oldirashligidan vaqt chiqarib keladigan odamningki dan bilsak bo'ldi haqiqiy qo'llug'chilik. Rost, biz radio xizmatchilari haqiqatan odatda bek jiddiy ishlaymiz. Demisiz shaxsan men o'zimni vizalık etmasam. Chaqchaq. Bu demak bugun Mo'minjon apandim o'zininki hayotida o'ziga naydi kuch mag'dur bo'layotgan, o'zining endi hamroh bo'layotgan, har qanday vaqtlarda manba deb tura oladigan qarindoshlarini, safardoshlarini, hamrohlarini birga chaqirib biz bilan birga eng ko'ngilli minutlarni o'tkazmoqchiga shunlashqa. Sizlarningmi Mo'minjon akam uchun hozirgi biz uchun eng qimmat bo'layotgan oltindan bebaho sanalgan shu vaqtlarni ajratib sahnamizga yetib kelganliklarini qarshi olamiz. Chavaklar bilan sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Ekran oldidagi barliq azizlar ham naq maydondagi barliq kasbdoshlar, do'stlar. Bugun shu munosabat bilan shu mehri issiq naiti kishilarning yaxshi ko'rishiga erishgan programmaga qatnashganimdan xursandman. Menimcha bugun programma naiti ko'ngildagidek bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat. Ko'ngildagidek boshlandi. Xo'sh. Bizning Sirdoshlar klubi programmamizni ko'rayotgan barliq ko'rmanlar, Şinjan Meşrep Elektrik Uskunaları Çeklik Şirketi'nin hammalarga o'tliq salom. Men ham Keremjandek bugun programmamizning nihoyat yaxshi bo'lganligini chin ko'ngildan. Bizning Sirdoshlar klubi programmamiz deganingiz qarag'ancha keyingi sana boshlash programma tajdorligini aldiga o'xshamamsiz. Yoki alayda qo'llar. Ha? Deydigan. Bundan biz siz tushgach bo'lsangiz biz bahasini bir deyishsak bo'pti. Ma programma qartay. Ben tasdiqlab bersam bo'lmaydimi? Mo'minjon yaqin o'timiz-ku biz. Ko'limiz yaqin qani Mardan. Ko'rman do'stlar, Kamina Marda ablikimiz sizlarga o'tliq salomlar bo'lsin. Barchangizga marhaba.
ko'rmanlar yaxshimsizlar, naqmedandagi tomoshabinlar yaxshimsizlar. Kabiner Şinjan Xalq Radio stansiyasi 107.4 qatnaz san'at radiosining riyosatchisi Adiljon Abdulmutin sizlarga eng oliy salomlar bo'lsin. Xo'sh, radio angluvchilar navbatda e'lon olamiz. E'londan keyin biz yana davomli do'stlarga yo'l uchirib beramiz. Buldu Adiljon, undaq bo'lsa-da biz e'lonlarni anglab bo'ldik. Navbatda shu shahrimizdagi yo'llarning ahvoliga bir qarab baqsaq. Bu shu İttifak yol azraq tutulish bor endi. Xalqaro cho'ng bozor tarafga mangan liniyada tutulish bor. Ustiga chiqqan liniya o'chiq. Shpal shamol chiqadi, oxirida yopiladi. Hozir soat 7:52 o'tdi. Oxirgi vaqtini e'lon Abdullah taksi degan bir taksichi. Meningmi? Voy. Yozga radioni o'chirmaysiz degan ancha qolaydigan gap. Ushbu xo'shal damlarga jo'r bo'lish uchun bugungi programmamizga yetib kelgan aziz mehmonlar, shundaqla ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, men do'stlar Roshan Limitin hammanglarga mehrli salom. Sirdoshlar, qurdoshlar, Ko'znak Sirdoshlar klubi programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men tabassum turgan. Mana sizlarga eng chiroyli tabassumimizni, eng go'zal tilaklarimizni ilib huzuringizga yetib keldik. Bugun bizning maqsadimiz birla, u bo'lsa ekran oldidagi ko'rmanlarimizga, shundaqla naq maydondagi bizni yoqtiradigan tomoshabinlarimizga xizmatda bo'lish, ularga sohibxon bo'lish. Didor g'animat qarindoshlar, ko'rayotganinglar Okean televiziyasining Ko'znak app detalli tajdorligidagi Sirdoshlar klubi programmasi. Programmamizning shuari ko'ngillarning aromi Sirdoshlar klubi. Albatta bizning mana shu programmamizda Okean televiziyasining bir qancha kanallarida ko'rgili bo'ldik. Qaysi kanallarda? Teatrim kanallarida huzuringlarda bo'ladi. Shundaq. Uningdan boshqa yana bu kanallarda ko'rish fursatini qo'ldan berib qo'ygan do'stlarimiz hargiz afsuslanmasdan yon telefoniga Ko'znak appini tushirish orqali xalqan joyda, xalqan o'rinda xotirjam ko'rish bo'ladi. Qanday ko'rish, xotirjam ko'rish? O'zi xalqan joyda, xalqan vaqtda, xalqan kishilar bilan. To'g'ri. Mana shunday ko'rish, xotirjam ko'rish. Bo'ladi. Biz barliq do'stlarimizga mana shunday bir xil xotirjamlikning manguga yor bo'lishini umid qilamiz. Albatta biz ham programmamizda do'stlarimizga xotirjamlik, xo'shallik, ko'ngil oromligi baxsh etish uchun mana o'zimizniki diyorimizdagi san'at sohasida bo'lsin va yoki boshqa qaysi kasblarda natija yaratayotgan tadbirkorlarni, kasbkorlarni alohida taklif etib, ular bilan birlikda ajoyib ko'ngillik paranglarga daxil bo'lamiz. Hamda intayin qiziqarli o'yinlarni ular bilan birlikda o'ynash orqali cho'lponlarimiz, jumladan bizning ana shu qimmatli kishilarimiz bilan eng yaqin orliqni hosil qilamiz. Shunlashqa cho'lponlarimiz bilan bo'lgan eng yaqin orliq Sirdoshlar klubi programmasida. Shundan albatta bugünkidek programmamizning nihoyatda muvaffaqiyatli olib berilishi uchun bizning riyosatchilarni yaqindan qo'llagan bir qism korxonchilarimizga, shundaqla yaqin do'stlarimizga ko'pdan ko'p tashakkurimizni bildiramiz. Bu yerda oldi bilan nihoyatda minnatdorlik tuyg'umizda tilga olib o'tadiganimiz bo'lsa, bizning qiz riyosatchilarning mana shundaq sahnada jazbidor, jalbkor turishimiz uchun yaqindan qo'llagan Şinjan Meran kiyimlari, maxsus setish do'konlari, uningdan boshqa yana Mening kiyimimni ta'minlagan imkon kiyimlarga rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Shunaq yana riyosatchilarimizning obrazini loyihalagan Raziman To'ygirim to'y suratchiligiga alohida rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Shunaq qarindoshlar, hammanglarga ayonki bizda xaridoring bo'lmasa, ziboliqing ne kerak deydigan ajoyib fasohatli so'zlar bor. Darvaqa mana bizniki har millat ko'rmanlar, jumladan bizniki korxonchilarimiz, igilik degan qarindoshlarimiz o'zining yordamini, qo'llash hissiyotini programmamizdan jumladan bizdan ayirmaganligi uchun biz bu ajoyib ro'yi ko'tarangilik shunaqlar kayfiyat ustunligi ichida programmamizni ko'rinishga ilyapmiz. Bizning maqsadimiz faqat va faqat birla u bo'lsa-mu diyorimizdagi har millat ko'rmanlarga ro'yi ozuq, shunaqlar ularning aram minutlariga xo'shallik beg'ishlash. Shundaq kulkilarimiz, xo'shalliklarimiz uzib qolmasin. Undaq bo'lsa, bugungi san programmamizdagi mana shu xo'shalligimizning, aktiv energiyamizning manbasi zodi kimdir? Zodi kimdir? Qani undaq bo'lsa, cho'ng rahmat. Güzel güzel kim güzel? Kim güzel? Hasan Hasan kim Hasan? Kim Hasan? Güzel güzel kim güzel? Kim güzel? Hasan Hasan kim Hasan? Kıya bakma sana karıp bakkanda, etrafımda derya gibi yakkanda, kaşlarını kayta kayta atkanda, yüreğimde aşk oti yakkanda.
güzellerini izleme. Ayalımını harlap onu azizleme. Harmağığa ilinip sen buzlama. Bəxtim öydə özgə bəxtni közləmə. Güzel güzel kim güzel, öydə ayalım güzel. Əsəl əsəl kim əsəl, yubdi halalım. Güzel güzel kim güzel, öydə ayalım güzel. Əsəl əsəl kim əsəl, yubdi halalım. Pervane şmatılep kılar dua şükrane. Üzü şirin süzü şirin bir tane. Göz ayağının bir bahayu durdane. Hürmetligin azizligin yarımne. Onun vergin yürekteki barımne. Muhabbettin yaran hakkın saklanımız arın ne. Güzel güzel kim güzel, bir de hayalım güzel. Asel asel kim asel, yukti halalım. Güzel güzel kim güzel, bir de hayalım güzel. Asel asel kim asel, yukti halalım. Güzel güzel kim güzel, asel asel kim asel. Güzel güzel kim güzel, asel asel kim asel. Güzel güzel kim güzel, bir de hayalım güzel. Asel asel kim asel, yukti halalım. Güzel güzel kim güzel, bir de hayalım güzel. Asel asel kim asel, yukti halalım. Güzel güzel kim güzel? En güzel. Ben özümde güzel desem olmaydı yaraz. Güzel güzel kim güzel? Ben emeden kilişken. Assalamu alaikum Mümcaka karşılamız. Mümcakamni ko'rsak haqiqatan ait xushluq bir xil shodumonlik, shodiyanlik his qilamiz. Mümcakamniki bizniki olqishliq programmalarimizdan biri bo'lgan Sirdoshlar klubiga oltinning qimmat vaqtini chiqarib yetib kelganligiga ko'pdan ko'p tashakkur. Aziz mehmonlar, sizlarga tunishlik bo'lganidek shu topda bizning sahnamizda turayotgani bo'lsa, ataqli san'atkorimiz o'ziniki yangroq naqshlari bilan olqishga, e'tirof qilishga, shundaqla qarindoshlarimizning yoqtirishiga muyassar bo'layotgan bizniki to'kfikor san'atkorimiz, ma'rifparvar san'atkor Abdumrayliq Yoshlar Ittifoqi, Abdumrayliq Yoshlar birlashmasining a'zosi Mo'minjon Obidov. Mo'minjon akamni burun aytilgan san'atlik o'rni bilan, san'at jihatiga alohidagi talantini, iqtidori bilan tunishtirgan bo'lsak ham hozir yaqinda ikkimiz bir shu o'rtaqlik bor bo'lsin, Abdumrayliq Yoshlar birlashmasining a'zosi. Bir chiyimiz bor bizniki odatda puldan o'ynamaymiz, saxovatlik ish qilishdan o'ynaydiganchu. Saxovatchi. Ha, Abdumrayliq Yoshlar birlashmasining a'zosi. Abdumrayliq Yoshlar birlashmamiz jamiyatimizdagi ilg'or yoshlarni, ilg'or fikrlik, eng oldida me'yotgan avangard aktiv ta'sirga ega yoshlarni birga yig'ib, yoshlarni yetaklaydigan shunday bir avangard tashkilot. Mümcakam nim demakchamdi. Men ilg'or yoshlar qatori kirmaydi ekanman-da. Shunday o'g'acha sizlar jiroqroq tursangiz bo'ladi. Biz o'tirib turaylik. Sizlarni fikrimiz ashaga. Bayqab chiqish masalasi bor. Ajab yaxshi. Nijatdan men masalan bir qara ilgari shunaq azada. Men bir qarar ki men balkim bir qaradin keyin men chiqib ketishim mumkin. Buni yosh cheklimisi bor. Ha, shunaqcha menga bekrak oqish qilsanglar bo'ladi bu yerda. Men kimlar navbatda balkim chiqib ketishim mumkin yoki
Üsep qilishim mumkin. Aka o'zimning akisi kichik vaqtimda tatib bila cho'ng o'g'an Aldiram men chiqiribman ha. Ay, bo'lsa yoshlar birlashmasiga men a'zo bo'g'ichi balkim meni iliq chiqitadigan ishim kelib qoldi. O'sha emasda. Men sizni endi 22 yosh deb tunish. Men bu bulta 18 yoshda bo'lgan edim o'tkazgan. Bo'ldi, xudo xohlasa qarindoshlarimiz birlikda shu Mo'minjon akamniki salom soatini anglashga taqozo bo'lyapti. Qani salomlarni yo'llasak. Televizor ekranidagi aziz ko'ruvchilar va naq maydondagi aziz do'stlar, shundaqla Sirdoshlar klubininki izg'oqlab ko'rguchi mahsonlari hammaylanga ekran orqali men Mo'minjon abulakimdan seg'inishli salom, oliy ehtirom. Sizlar uchun doim naqshimiz yangrab turg'isi. Sizlar nada bo'lsanglar, bizning kuyimiz shu yerda yangraydi. Rahmat. 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 Haqiqatan to'g'ri aytdi. Amaliyotda Mo'minjon akamning naqshlari katta shaharlardan tatib shu yez qishloqlargacha, hatto mahallalargacha yangrab turdi. Bizning 7 yoshdan 70 yoshgacha barliq qarindoshlarimiz san'atni suydigan, san'atning hurmatini qilishni biladigan xalqimiz Mo'minjon akam qatorliq xalq uchun o'zining yoshlik emas barliq hayotini baxshanli qilishga rozi bo'layotgan san'atkorlarimizni yuragidan yaxshi ko'rdi. Ularni har qatim ko'rgancha xuddi o'zining farzandlarini, urug' tuqqanlarini, qon qarindoshlarini ko'rgandek ajoyib xursand bo'ladi, xushal bo'ladi. Menimcha bu xil hissiyot Mo'minjon akamda to'lib turdi deyman. Shundaq bir urug' tuqqanlar bilan ko'rishgandek bir xil hissiyot. Albatta shundaq. Bo'libmi buni pishqan siri biz bag'an siri yeshimiz cho'ng'aygan davonashgan siri bakrak his qildik emas. Burungi vaqtlar bir ton naqshini aytib, bir ikkital plastinkadan chiqarib, nomimiz ko'tarilayotgan vaqtda odamlar bizga qarasa, biz buni his qilmaydik-ku. Bizni to'nayotganligini, bilayotganligini biz shunday olqishlanishga tegishlik bizni mujna bilishdik deb o'yladim. Lekin keyincha o'ylab, keyin shu do'stlar bilan sirdishish, fikrlash jarayonida ular bilan biz ozgam 20 yil ekran orqali o'zgarishib shunday aytishibdi. Ular ko'rib turgandan keyin xuddi bir qarindishni, tuqqunni ko'rgandek hissiyotda bizga qaraydi ekan. Biz agar shu yerda diqqatsizlikdan hozir ashta bo'ldi. Diqqatsizlikdan qaramay o'tib ketsak, bilmasdan o'tib ketsak, xuddi og'inisi, qarindishi buni qaramay ketgandek shunda ranjiydi-da. Shuni biz iloji qilib ko'zi uchrashib qolganligi odamlar bilan iliq tabassum bilan uchrashgan vaqtimizda, ko'rishgan vaqtimizda salomimizni ayamay berib tursak, shu qarindoshlarcha mehr-muhabbatni bir-birimizga intayin yaxshi bir tushuntirish bo'ldi. Unisiga odat qanday qadam yomonlaydi? Qandaq odam boshqalarni yomonlaydi. Ko'ngli yaqin odam. Ko'ngli yaqin odam. To'g'ri aytdi. O'z eng yaxshi ko'radigan kishilar boshqa shu qarshi tarafdan asan ranjiydi. Shunaqo, abi ham degandek bir yig'iz gapni aytib to'g'ri aytdingiz. Har qachon xalqimizni bizni qo'llayotgan har millat ko'rmanlarimizni unutmasligimiz kerak. Ularga minnatdorlikni bildirishni unutib qolmasligimiz kerak. Chunki bizning bag'rimizga bosgan sharaf guldastlarimiz dal ana shu har millat xalqimizniki ajr mehnat bilan o'stirgan bog'lardagi atirgullar, xushbiroq loli gullar. Shunaqo, ular bizga shu guldastlarni bermagan bo'lsa, balki bizning gulzorligimiz qog'jirab qolgan bo'ladi. Biz ana shu sharaf guldastlarini bag'rimizga besib ko'tarilganimizda bizga olqish madad berdigini yanada shu xalqimiz bo'ladi. Shunlashqa mayli bizning tug'ilishimizdan tortib eng oxirgi minutlarimizgacha xalqimizning madadidan, ilhomlardan, tilaklardan, qo'llashidan, yaxshi so'zlardan ayirlanmaymiz. Shunlashqa mush munosabatda Mo'minjon Abdullakim apandimni qo'llayotgan, jumladan bizning to'yibkor san'atkorlarimizni qo'llayotgan, ularga bag'ri kenglik qilayotgan, har qanday vaqtida mehr muhabbatini aymayotgan bizning suyimli qarindoshlarimizga yana bir qatim egilib turib rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Mush Nijat inimning so'zlarini anglasam, mas bo'lib bir de qarabla turib qoldim. Aka uxlaydigan hozir. Yurbelarlar. Nima desa, bu ovoz orqali, ya'ni naqshi orqali odamlar mahliyo qilish boshqa gapchi. So'z orqali, so'z san'ati orqali odamni o'ziga qartishmi bu bir ajoyib san'at. Suyimlik Dilrabo hada. Har qatim ismingizni tilga olganimda yurak taram chekilib, ajoyib shirin tuyg'ular ta'sirlanmaymiz bu. Buni ta'sirlanmaydi. Bu chunki sun'iy. Ya men bu gapni degan chog'da cho'qim to'van ovozda Dilrabo odamning quloq tuyiga kelib pichirlashim kerak. Bunda yuqori intonasiyat chiqib ta'sir qilish kuchi olmaydi. Boy qiz chin yurigidan chiqqan gaplar ta'sir boshqa. Masal saq chiqib qoldimi? Undan so'ng chaqchaqa. Bo'ldi Mo'minjon akam, bizning Sirdoshlar klubi programmamiz
şu yolu qo'yilgan taka hozirgacha ajoyib bizning suyumli qarindoshlarimizni, san'atkorlarimizni, to'kibkorlarimizni mush sahnaga taklif qilib, ular bilan mo'ngdushib, ular bilan turli o'yinlarni birga o'ynab o'tdi. Bizning bu sahnamizda faqat xo'shallik so'zini qolmasdan, balki yana sizningki mushu qismatlar davomidagi kashmishlaringiz, ba'zi bir o'zingiz hasrat chekadigan yoki ba'zi bir haqiqiy chin tuyg'ularingiz qarindoshlarimiz bilan o'rtaqlik hosil qilishi mumkin. Shuningdek biz bu yerda sizningki ayanmay, tatinmay, xijil bo'lmay, o'zingizning eng yorqin, eng chin, eng rost, eng samimiy tarafingizning ko'rmanlarimizga, jumladan bizga ayon qilib berishingizni umid qilamiz. Shunda qolgancha birinchi savolim kim go'zal? Dadam bana bu xotinni dağılgan birinci ahmak. Birinci ahmak mı? Özünü dağılgan birinci ahmak. Xotinni dağılgan ikinci ahmak deb şu. Hamdi hazır hamdi bunu cevap versem. Burun ilqi rivoyatlarda aynikim dunyodan bidan kim go'zal deb so'raydigan. Hamdi sizning mana naqshingiz chiqqandan bu yon hammasi sizdan so'raydigan bo'ldi-chi zodi. Mendan so'rasang albatta bolalarımның onasi go'zal. Mehribon ayollar, ha? Rahmat. Mush fursatda Mo'minjon akam qatorliq san'atkorlarimizda bo'lsin va yoki har soatda izlanayotgan erkaklarni orqada un-tunsiz qo'llayotgan, oilada har vaqt ularga ishqini ichib kutib turayotgan, ularning yo'liga talmirayotgan, ularni illiq bag'ri bilan qarshi ilayotgan, farzandlarning hodisidan chiqib ularga ayollik mehrini berayotgan, onalik sadoqatini ifodalayotgan ana shu suyumli xonimlarga, onalarga, ayollarga minnatdorligimizni bildiramiz. Harimg'aysizlar, jumla mush munosabatda Mo'minjon akamning ayolligini salom yo'laymiz. Mana. Bu yerda bir oila kishilar o'xshamadi. Qani o'tirayli. O'tirib taklif qilayli. Bu yerdagi suyumli dadamiz, apamiz iniqlam. Dadam bilan onam Abdukim, Abdurahim, Boyisham, abla. Bu üstünüzdeki Adidas maktab formasimi yoki? Men odatda yurtimga borgan vaqtda shu bizning o'ylan aytdi kangri. Bog'liq bir o'yla. Darvozadan kirib mashina haydab bir kirib ketgancha 10 kun tursam yurtda. Asosan chiqqanlar elib mudal kelib mashinada olib chiqib qo'yadi. Sunayyani biz ekranlarda ancha jiq ko'rmadik. Lekin Azmatjonni bek jiq ko'ryapmiz. Amaliyotda qizim Sunayya o'zi tortinjoq. Lekin fikri bak o'choq. Ba'zi bevosita bana diyemegen gaplarını Ufkusi arkalık yetkizdi. Hatta ki Ufkusi elçi Saudan nurgun gaplarını Ufkusi bilen bek yakın sırdaş. Şunda bu başka mektapta ügengen bilimlerinin hemmini Ufkusiga ügütüşke amırak. Oğlumның ki kızıkışlarının yetilişi hemmi jihatilden şu adesi yetekligen. Lekin kızım özü sal tatınacak o başka bek kuturga chiqib ketmaydi. Lekin müzik sizmi jihatda alaydi, müzik sizim bor. Hozir pianinoni o'rgangili bir 6 yil bo'ldi. Bu rasmda hozirlanib keyingi rasmni ko'rib baqaylik qani. Ma'noda mana Mo'minjon akamning yuzi yigini ishgandek chiqdi-da. Ben xo'shalam, maktabdagi faoliyat o'xshaydi. Eng muhimi Mo'minjon akamniki o'sha tishining sog'lomligidan o'zining tenining sog'lomligini bilib bag'ili bo'ldi. Bu rasmni bilib baqayli. Bu rasm mushu bizningki shahrimizdagi 19-chi boshlang'ich maktabningki bolalar bayrami munosabati bilan taklifiga asosan shu yerga berib bir nomer o'rlagan vaqtimda bolalar bakli qo'shib ketdi-chu. Mening ham kayfiyatim ko'tarilib ketdi. Hammasining rasmga tushkisi bor. Men vakolatan shu o'z ta'tim qilib rasmga tushib saqlab olgan. Bu men uchun bir xo'shallik kayfiyat rasm. Buldu Mo'minjon aka samimiy taklif bo'layotgan o'z ta'tim rasmga tushganchalik qo'lingizni texnik jiroq so'zib, yuzingizning 3dan 1 qismini chiqarib rasmga tushishingizni iltimos qilamiz. Bunday olganchada yosh ham jazbidor ko'rinasiz. Rahmat. Keyingi rasm. Bu o'xshamayotdi yo'q bu. Biz o'zimiz hozir vatan oilasida yashayapmiz. Vatanimiz oilasida mushkullarda tinchlik xotirjamlik uchun o'zining bir kishilik aslini qo'shayotgan, to'hfasini qo'shayotgan oilasidan balchaqlarga mehr muhabbat yetkazishni oylayotgan eng suyumli kishilarimiz bor. Shunday bo'lg'achqa mana bu suyumli kishilarimizni yo'qlash yuzasidan Ro'za Hayit munosabati bilan bizningki Sabo Yulduzi bolalar yaslisi o'z tavalligidagi Minhua yo'li, Minhua ko'chasi
saqchixonasi va shundaqla Davan saqchixonasidagi 150 dan ortiq ofitser saqchilarni yetlab yo'qlagan vaqtimizda umaq farzandlarimiz o'ziniki nomerlari bilan va bizniki sovg'atlarimiz bilan berib xatir qildigan. Darvaqa vatanparvarlik tarbiyasini mana shu farzandlarimizga, yosh o'smirlarimizga kichikidan tortib berish intayin muhim. Chunki biz bilamizki, biz bir inoq dunyoda emas, balki xotirjam bir davlatda yashayapmiz. Vatanimiz qudratli, yurtimiz xotirjam, tinch, aman, oilalarimiz baxtiyor, osoyishlik bo'lganligi uchun bizning turmushimiz şu kadar ko'ngilli o'tyapti. Mana hozir kulib turib biz o'zimizning shodiyona hissiyotimizni ifodalash, huzurning fayzini suryapmiz. Shunaqo. Shunlashqa mana shu eng oxirgi suratda Mo'minjon apandimniki faqat kasbiy jihatda o'zini takomillashtirish ko'ngil bilib qolmasdan, yana ma'rif tarbiyasiga, ya'ni farzandlarning o'sib yetilishiga alohida ko'ngil bilganligini, o'zi yetakchiligidagi mush sabo bolalar, yasisidagi bolalarning o'sib yetilishiga, ularning ideyada, aqli, jismoniy jihatda sog'lom cho'ng bo'lishiga yaxshi bir yo'lbosh bo'layotganligini bilib olish qildi. Armag'aysiz ustoz, jafoqatimiz. Demisin bizde endi bir bala, bir ailenin ümidi, milyonlagan bala, bir milletin ümidi deydigan bir söz var. Biz demisin mana kiçikiden başlap özümüzden vatanimizga bo'lgan minnettarlık hissiyatimizni, bugünkü baxtiyor turmushimizga bo'lgan minnettarlık hissiyatimizni özümüzde emas, albatta farzandlarimizda mana shu hissiyatni kichikdan boshlab yetildirishimiz kerak deb o'ylayman. Shunaqo. Buldu daqosi biz so'zlab kelgan chaqda bugun Mo'minjon akamning jumlamizning programmamizda qo'llab kelgan Mo'minjon akamning yaqin yo'riqlari, ya'ni qo'llug'ichilarni chavaklarimiz bilan, jushqin musiqalarimiz bilan sahnamizga taklif etib olaylik. Qani, marhamat. Marhamat. Amaliyotda bizning bu qarindoshlarimiz bizning nurg'ulg'an ko'rmanlarimizga, xalqimizga tunishliq, mushu san'at sohasida izlanayotgan, tirishayotgan bizning aytdi izlanishchan yoshlarimiz, qurdoshlarimiz, davrdoshlarimizdan bo'ldi. Mo'minjon apanning munohasi bizning mushu qo'llug'ichilarimizni bir tunishtirib bersangiz. Bo'ladi. Yenimdagi inim Keramjon Muhammad Ali ismi bilan to'nilgan dastlabda, undan keyin o'ziniki ovozi bilan, hozirgi didori bilan ekranlarda, internet torlarida, televizorlarda yuz ko'rishib turamiz. Bek yaxshi melodiyalari bor. O'zi ijodkor, mehnatkash, ya'ni bizningki san'at beg'imizga texmi yaxshi naqshlarni ijod qilib kelayotgan kompozitor inimiz. Qarşalığımız merhaba. Abdullah akamga bek jiq naqsh yozdi bu balachi. Ashunaqmi? Yaqinda bizga bir yozib qolar. Ildar inim, biz tuqqan kelimiz. Meningki cho'ng dadam bilan, buvam bilan Ildarning bo'zi bir nevra bo'ladi. Enim Ildar bizning Mashrab shirkatininki direktorligini üstüge kelyaptilar. Şinjan Mashrab ailelikdir. Şinjan Mashrab ailelikdir. Ha, ondan sonra televiziya stasiya Mashrab emas, ha? Şinjan Mashrab ailelikdir. Üskünleri. Ha, ondan sonra pulu var degan gap, shunaqo. Pulu var deganligidan o'zi mening yaqin qarindishim degan gap. Chavak. Biz bir mahallada tug'ilib cho'ng bo'lgan. Biz garchi birga tug'ilmagan bo'lsak-mu, biroq birdan topsak, tang yeb, pul topsak, tang xajlab, adaqchi birga yashashga aqida, ahd qilishgan. Shundaqmi do'stim? Rahmat, programmamiz mishada oxirlashdi. Ayniqsa. Meni bak pulga qiziqadigan gap. Mo'minjon akam gap qilish fursi bermaydi ekan. Bugun gap qilish fursi Mo'minjon akam bilan Nijotdan bizga oshmag'idan. Agar meni biroz jim turinglar desanglar jim turman lekin. Yo'q, Nijot menda bakchiq o'ylab ketdi. Men Mashrab ailelikdir. Bu bolaning shirkatining direktori bilan yaqin o'sam obraz vakili bo'lib qolamanmiki? Na. Nima kiysan bo'ladi? Abdrim ustoz, Mo'minjon ablekim ustozlarning balig'ini unutib qoldi bu. Ya, kerak bo'lsa, ya'ni biz bilan yaqin o'sa, agar pul almasa ishiltaveramiz. Voy, to'xta bir kulkan bo'lmishada. Yaqin bo'lgan ekan-ku. Yaqin bo'lgan ekan. Nima almasardingiz? Achchiq kinoya bilan kulish deb. Yo'q, chataq yo'q deydi bu bola. Chataq yo'q aka. Ey, chataq yo'q. Chataq bayadasi lekin ko'zda yosh. Mana bayıq suratga ko'zi eng cho'ng. Yuzi eng cho'ng. Yuzi eng yo'ruq. Mardan ablikin ailemizdeki e'tibarlı farzandi. Sizning ras o'zingizning eng kichkinangiz kimda? Voy, men qani qaysingiz bo'ladi? Ras bilmamsiz? Yo'q, men urug' tuqqanligini bilmay, bundaq Mo'minjon akamlarning oilasining eng kichkini bilmaydi ekanman. Bir qo'saq va'da.
Merdan Ablikim ve hem şu Mümincan Ablikim efendimlerinki cümleden şu ailesinden cemaatininki izini bisip sanat sahasından ait yaxşı eserlerini ro'yobga chiqaryapti, chiroyli kuylarni kuylayapti. Undan boshqa o'zining tirishchanligi bilan qarindoshlarini xursand qilib kelayotgan bizningki yosh talantli naqshchimiz sanaldi Merdan Ablikimni qarshi olamiz. Marhaba. Adiljon yenim bizningki 107.4 Qatnash san'at radiosiningki hozirgi o'zining ovozi, zirakligi bilan, chabdasligi bilan bütün şoförlerini o'ziga jalb qilib radioda demisim uchun şoförlarning hammasi yo'lda ketmas Adiljon deb to'g'laydigan ketibdi. Adiljon yerim shu radio riyosatchiligida alqishlar ustoz Mavlud Ibrohimdan o'rganib yaxshi tezlam o'zining ovozini xalqqa tuntaldi. Xalq hozir Adiljonning ovozini radioda anglasa ben Adilcanken, ben Mevlütken dep, ben Hoşucanken dep. Ben Nicat Veli Yakupken. Nicat'nın avazı kalipti koyup ketgendek bolup ketdi. Rahmet aka. Mishada bir Adilcanga yaqin bir ko'rinish beraylik. Chunki radio xizmati ishlayotganlar uzun vaqt radioda shu ikki kishilik ko'rinish asanlar bo'ldi. Kech kunduz yapatatib ishlaydi. Radio xizmatiningki vaqtchanligi bizga o'xshamaydi. Et bayramlarda televiziya xizmatchilaridek dam olish fursati bo'lmaydi, lekin shundaqdimi ardim taldim demay har vaqt japaliq ishlab yana ekran yuzida xuddi televiziya riyosatchilarida ko'rinish fursati oz bo'ldi-chu. Ovozini anglab ham xalqimizni yaxshi tunuydi. Didarını bir ko'rishga naytim intizor bo'ladi. Shuning uchun bugun nurg'ulgan yaxshi e'lon obrazlar bor, undan boshqa biz doim ko'rib turdigan. Undan boshqa hozir gerçi radio, ilgari mush radio orqali ham anglag'uchilarga xizmat qilgan bo'lsa, hozir mush ijtimoiy taratqularda shunaqa yana hozir yangi taratqularniki taraqqiyoti yuzlanishi bilan hozir har qaysi turbatlarda, har qaysi mush ijtimoiy qurollarda o'zining simasini biz birga uchrashtirib turyapti. Shunlashqa Adiljon Mazlum nurg'un qarindoshlarimiz ko'sul tunib oldi juma. Mana ko'ngilli suhbatlarimizni aytib yaxshi davomlashyapti. Endi yosh talantli naqshchimiz Merdan Ablikimdan bir naqsh anglaylik. Marhamat. Marhamat. izlab haydasam kiyma Senle dökün saldı kök çapa Sevgi izlab haydasam kiyma Senle dökün saldı kök çapa Qilsang agar va'dangga vafo Dol bo'lolmas edi taqdirmu Qilsang agar va'dangga vafo Tun qo'ynida yangrigan naqsha
qo'ynida yangrigan akşam bilindirmaysan sen eviga tushlarimda uyg'onib shu an olarsan meni senga tushlarimda uyg'onib shu an olarsan meni esingga tushlarimda uyg'onib shu an olarsan meni esingga olarsan meni esingga olarsan meni esingga Bo'ldi, mana ko'ngillik suhbatlarimizni aytib yaxshi davomlashyapti. Bizning programmamizning yana bir qiziqarli qoidasi bor Mo'minjon aka. Chirmas qilish bo'lmaydigan. Eng chin, eng haqiqiy Mo'minjon Abdikimning xalqimizga ko'rsatmoqchi uchun. Naqsh aytmamdimi? Bek naqsh aytdim kep. Eng muhimi o'yin o'ynaymiz. Qiziqarli o'yinlarda bo'lamiz. Qiynoqda bo'lsa O'yinni hech qilolmaysiz. E'londan keyin o'yinlar Bo'ldi, bizning shuarimiz ko'ngillarning arami sirdoshlar klubi. Ekrandagi aziz ko'rmalar maydondagi tomoshabinlar shu damlarda diqqatingizda bo'layotgani Ko'znak Abditali tajdorligidagi Okean televiziyasining Sirdoshlar klubi programmasi. Bizning shuarimiz ko'ngillarning arami sirdoshlar klubi. Mana hozir bizni aytdi aram baxsh bo'lgan tantabiy kiyimlarni kiyib sahnamizda taqoldik. Biz bu kiyimlarimiz orqali navbatdagi ham ko'ngillik ham qiziqarli ham aytdi g'ayrat talab qiladigan keskin o'yinlarimizni. Shunday, unaqa o'yin qoidasini men tushuntirib o'tay. Mana hozir ko'rib turibsizlar, biz ko'k kiyimliklar va seriq kiyimliklar guruhi bo'lib, ikki guruhga ayrildik. Ya'ni bizning ko'k kiyimliklar bo'lsa Mashrab guruhi. Mashrab guruhi. Bizning seriq kiyimliklar bo'lsa Sirdoshlar guruhi. Endi oldimizda sizlarning kayninglarda mana bir to'saq siziq bor. Mush siziqning kayinda har bir guruhdan birdan a'zo, birdan rezinkini bog'lab turdi. Xuddi bizdan ilgirki qitim o'ynagan stakan ko'ntirish o'yinimizga o'xshash. Undan keyin oldimizdagi mana bu ustalda shamni yondiramiz. Kelib shamni pulab, yana qaytib kelib shamni pulab, butun shamni to'liq pulab bo'g'icha o'yinni davomlashtiramiz. Bo'ldi. Ya'ni Sirdoshlar guruhi bu ustaldagi shamni bizning Mashrab guruhi mana bu ustaldagi shamni pulaymiz a? Bo'ldi. Ha, bo'ldi, diqqat, unda qo'sa, tayyorlab bitdimi? Bitdi a? Mardam mengibli bardig'i deydi, injiqlarsiz ketmaydi. Musobaqamiz boshlandi. Hayt. Ay, bizniklarda hech kim status bo'lmaydi, o'xshaydi. Hayt. Siziqdan olib ketdi. O'tganda biz 9 ta bo'lgan to'qa pilotlarni. Nima 8 olib qoldi? Burun 9 ta pilotimning ichida bordi, lekin pilotim 8 jon pilotga ba'zi bakchiq pilotlarga ham pilot o'xshamaslik uchun uni quyosh sistemasidan chiqarib patak pilotlar qatorida. Demak, endi mana shunday qilsam, ulug' mutafakkir, olim, faylasuf, bu azmat. Meni bir savol so'ragim keldi. Qo'y sen degan shu qatam shu yaqindan jiroq bo'yicha tizilgan bo'lamdi. Pilotlarni yaqindan jiroq tizilib bo'lam deydi. Abay sen bir Bizga eng yaqini qaysi demakchi? Yaqini quyosh tarafga sansak, Venera bizga eng yaqin, lekin tishga sansak Mars bizga eng yaqin. Ay, faqat bilishib ketdim. Endi hozir meni bildiğim Venera deganda biz odat ko'rgan cho'lpon yulduz shumi emasmi? Undan biz adabiy asarlarda Zuhra yulduz deb ta'riflaymiz. Zuhra yulduz qaysi? Zuhra yulduz ya Venera shu. Hozir cho'lpon yulduz degan-ku. Ha, cho'lpon yulduz, Venera, Zuhra yulduz emas, bir undan boshqa u Yunon afsonalaridagi muhabbat ko'ra olasiz bo'pti shu yulduz. Kechirik ko'ra olamiz. Oldindan yo'rig'ini qudayman a? Qanday? U sal yarim kechalarda chiqib qilib
Biz bunlarga ba'zi gaplarni to'g'ri xatolik biz hukm qilolmaymiz-da ba'zisida. Ha, to'g'ri. Undan boshqa Yunon afsonalaridagi muhabbat ilohiy Venusniki yulduzi dal ashu Venera yo'riqyandigu Cho'lpon yulduz bo'ldi. Men buni tahlil qilgancha uni ustiga mushilni bilaman odatda. Ha, yo'riqyandigini shunday. Undan boshqa, unda bo'lsa savol. Javob. Ha, yer sharidan boshqa yana suv va planet qaysi? Bayqalmadi unda planetlar. Lekin Marsda sal bayqalgandek. Mana, texi bayqalmadi. Olimlar yaqinda tadqiqot qilib beryapti. Bundan bu to'g'risida tadqiqotlar qachon bir natijaga ega bo'ladi? Menimcha hozir olimlar tadqiq qilyapti. Men uningdimi Bilamedim. Uningdimi narsalarni tadqiq qilma. Ey barakalloh. Unda suvning va yo'qligiga qiziqmayman. Insoniyat yashay olamdi, yashayamamdi shuni tadqiq qilma deydi. Undan so'ng men tunigun ko'rgan materialdagi nayt qiyliq darajasi yuqori bo'lgan savoldan birini so'rayman. Shu oy sharini ko'ramiz-ku kechada. Undan keyin shu oy shari biz hozir ko'zimiz bilan ko'rayotgan oy shari hozirgi oy sharimi yoki vaqt farqi bormi biz bilan? Vaqt farqi bor. Masalan, 1 sekund vaqt farqi bor. 1 sekund ko'zimizni yumib boshqachimi? Yo'q. 8 sekund emas dada. Biri bekar yaxshi. 1 sekund farqi bormi? Qanday to'g'ri 8 sekund deydi. Aslan biz ko'rayotgan oy shari million yil ilgirki oy sharimi yoki hozirgi oy sharimi? 1 sekund ilgirki oy shari. 1 sekund ilgirki oy shari. Nima uchun? Nima uchun? Chunki yer shari bilan oy sharining o'rtasida 300 ming kilometr bo'luvchi nur yili shu 300 ming kilometrda mangdi. Shunga shu 1 sekund hisoblaydi. Bunun için savol sorsak bu yerda ko'rinmalarni tushunmasliklar qasdga chiqadi. Ko'radi oldinda o'zimizdan tushunishmaslik, tushunmasligimizni. Undan bo'lsa, shu biz ko'rayotgan oy odatda atdeganda kunga aylanib qoldi deydi, rostmi, yolg'onmi? Yolg'on. O'shisi ayrimmi? Ayrim. Oy shari asli har kuni chiqib turdi, lekin shu quyoshning nurida u yipilib ketib shu ko'rgani bo'lmaydi. Yer shari to'sib olgan vaqtida Osmonda asli oy shari bor. Quyoshning nuri kuchli bo'lganligi uchun oy sharini yib qoldi. Biz andan quyoshni ko'ramiz, shunami? Faqat quyosh o'tirib qarong'u bo'lganda andan biz oyni ko'ra olganmiz. Undan so'ng men to'limi oddiy, lekin hammadan so'rashdi. Qaydan savoldan birini so'raymi? Nima uchun oyning yuzida dog' bor deymiz? U necha qitim har kuni bir taş sokulup dururken çok oyga. Neden sokuldu? Qanday? Her xil kichik, cho'ng olsun. Yulduzlarniki, har xil uchar jismlarniki shunami? Planetlar, Planetdan so'qilishi. Bu taşlar demişki yer şarkı sokulmay, ayıqlab sokuldu qandı. Ağzına taş. Ay, sana sokulsun. Ay, asli yer şarının tas küçü batılsa, asli ulan yer şarılık tat yer şarığı. Şunday men yer şarı taç küçüde nemiş ay şarı yargı çarı çaplaşıp kalmaydı. O Ayşe tarafının Ayşe yer şarını tuzap durulgan boğaçka Ayşe'ye beşide düşüp. Bu bizga ait yaxshi ishimlarni astronomiya degan eng sirliq, ondan keyin eng murakkab fan deb o'ylayman. Men endi burun ilg'i biladi-ku, astronomiyaga asosan, akin osmon jismlariga asosan fasllarni, vaqtni, ondan keyin yil oy kunlarni bekitgan deb. Endi hozirgacha garchi fan tadqiqot shunchalar taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, lekin yana olimlar eng zo'r kuch bilan tadqiq qilayotgan, butun kuchi bilan tadqiqot qilayotgan, izlanayotgan bir sohada tegiga yetkilib bo'lmaydigan. Tegiga yetkilib bo'lmaydigan. Shu sohaga nisbatan hamda 8 yoshlik bolaning mushinchilik tushunchasiga bo'lmag'i, mushinchilik qiziqishga ega bo'lmag'i haqiqatan oson emas. Ben tushuncha berib ketay endi. Bolalarningki har qandig'ida, hamda hamma bolalarda bo'lmasa-mu, ko'pincha bolalarda astronomiyaga bo'lgan qiziqish bo'ldi ekan. Men unda kuzatib bakishim qaraganda-chi. Bularning kichigida tug'ilib, ham til chiqqan vaqtda shu osmon qarab, oy, yulduz deyishni bilgandan keyin, hattoki azroq 4-5 yoshga kirgan vaqtdami oyga, quyoshlarga bo'lgan, yulduzlarga bo'lgan qiziqish paydo bo'lib, shuning to'g'riliq savollar tug'ilib turdi ekan. Har qanday bo'ladi. Faqat shuni ota-ona o'zi zerikmasdan tushuntirib berish kerak. Undan boshqa o'zimiz tushuntiramiz, kitoblarni olib bersak, o'zi kitoblarni o'qish orqali bilib olsa, anadan keyin
Bayqadak eg'iz qarashlaydigan bo'lib qolgan. 8 sekundmi desam, yo'q, dada, to'xtab turib degan bir sekund. Men hozirgacha qoyil bo'lmadim hamda. Men berib uyga berib kitob aqtirib, men deyishib qolaman. 8 sekundmi, 1 sekundmi men. 8 sekund deb tutib olganingiz menda Qanday? Quyoshning menda 8 minutini qisqartirib 8 sekund deb tutib olgan bo'lsa. Quyoshning 8 minut degan qanday gap bu? 8 minutda quyoshning nuri yer shariga chiqib bo'ldi demak, bizning hozir ko'rayotgan quyoshimiz 8 minut burun. 8 minutda quyosh nuri yer shariga chiqib bo'ldi ekan. Demakchi bo'lg'ini Mo'minjakam quyosh nurining shunga vaqti 8 deganni meyadiki vaqti oydagi sekundlar demak, hozir ko'rayotgan quyosh nurimiz 8 minut burungi quyosh. Masalan, ba'zi yulduzlarni biz kechish ko'rdik emas, shunimi sekundlik yulduzlarmidi yoki ko'rishlarimiz yoki bo'lmasa 100 ming yillab yoki 1,5 ming yil burungi ko'rinishlarmidi shu? Ba'zi yulduzlar bekjiroq o'tsa, hatto necha million burungi, necha yuz million, necha yuz milliard burungi yulduzlarni ko'ramiz. Million milliard nasllarni burungi holatga. Arlab masalasiga bunda aslında yorug'liq yili, nur yili bo'yicha ko'rib boshlaymiz. Bo'ldi, endi biz bu yerda yana davomli astronomiya bilimlari haqida to'xtaladigan bo'lsak, biz sal xijolat tortib qoldigan qilib turibmiz. Amaliyotda balki mazmunning ba'zi savollari balki yo to'g'ri yo xatodir, ba'zilar hamda yana texmi ilmiy isbotlashga to'g'ri keladigan javoblar bo'lishi mumkin. Biroq qanday qilib bo'lishidan qat'iy nazar, yuqorida Mo'minjon akam degandek bolalarning qiziqishiga ko'ngil bo'lib, ularni mana shu jihatda o'zining xohishi, o'zining yaxshi ko'rishi bo'yicha atrofga tarbiyalagan chog'da barliq bolalardan biz o'ylab bakmagan katta olimlar chiqdi. Eynishtiymi degan meni kishilar doim zangliqlar deyish qilmaydi deb ko'zga ilmaydi, men keyin atomni parchalab ularning qo'liga tutib qo'ydim deb. Shunaqmi? Demak, biz farzandlarimizniki talantiga hargiz sal qarmaydi. Talant ushquniga o'xshaydi. Uni yolqinjitib mash'alga aylantirish ham o'zimizga, ham bizning atrofimizdagi bizni qo'llovchi ustozlarimizdan, ota-onalarimizdan madad ilhomlariga muhtoj bo'ldi. Bo'ldi. Ular bo'lsa biz kichik azmatga ham shunaqla ekran oldidagi bizning Sirdoshlar klubi programmamizni ko'rayotgan barliq umoq azamatlarga yaxshi omadlarni tilaymiz, yaxshi natijalarni tilaymiz, sog'lomlik tilaymiz, xo'shallik tilaymiz. Armag'aysizlar kichik do'stlar, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Bo'ldi, mana ko'ngillik o'yinlarimiz davomlashyapti. Endi ipardig'imiz bo'lsa, ko'zni etib qo'yib, qarshi tarafni shu doiradan chiqarish o'yini. Ya'ni buni qanday davomlashtiramiz deganda, bizning guruhdan, ya'ni Mashrab guruhidan biraylarning ko'zni atgan vaqtimizda bu odam o'tirib turdi, ko'zi itiqliq, qo'lida yostiqni tutib turdi. Sizlarning Sirdoshlar guruhidagilar atrofida uni urib, belgi berib tursizlar. Biz atrofdagilar o'ngda, so'lda deb bishorat bersak bo'ldi. Masalan, Mo'minjon akam ko'zni etib o'ynayotgan bo'lsa, yostiq urish orqali sizlarni urib maydon sirtiga chiqirdi, doira sirtiga chiqirib yetdi. Qanchalik vaqtgacha bardoshlik beralsa, ichida qolgan odam shu guruhni yengan bo'ldi. Yengan bo'ldi. Undan keyin yana o'xshashlar. Vaqt hisoblaydi ekanmizda. O'rin olmishmiz shunaq. Bo'ldi. Xudo xohlasa pek yaxshi bo'ldi. Xudo xohlasa oldi bilan bizningki bizning Sirdoshlar guruhimiz bu jangga qatnashimiz, Mo'minjon akamga jang e'lon qilamiz. Mo'minjon akam yostiqni olsin. Siz vaqtni hisoblab bering. Bo'ldi. Men olamdimi? Ko'zni yetaymi? Ko'zni yetay. Siz bir yetib qo'yganda qilmay. Mo'minjon akamning ko'zini bog'lab shu keladi emas biz. Men bog'lasam texim yaxshi bo'lmagan ekan.